Timur Show obuna bo'ling. Otabek islom chaqiring, islom Shunaqalar bo'lsa ayollar iltimos kirsinchi qani. obunachilar obunachilar O'zidan iltimos eshitaylik, turing. nima ta'nasi bor ekan, qaysi gapimiz Men xato sizdan uzr ekan. so'raganim va siz meni kechirganingiz qanaqadir bir gunoh bor ekan. Haligi o'sha kuni hozir domla uzr gapni dakansa gapirolay. O'sha kuni men ham ichib o'tirdim, o'sha Sirojiddin Media ham ichib o'tirdi. Ikkalamiz ham ichib o'tirdik. Men ochiq o'yin qilishni yaxshi ko'raman, lekin men ichsam, ichmasam baribir oq bilan qorani farqiga boraman. O'shanga men uzrimni sizdan so'radim. Alloh uchun deb yana qaytadan so'radim. Domla rostidan kechirsizmi? Obunachilarimni oldida gapiring shu narsani dedim. Siz ha kechirdim deganingizdan keyin men masalan farom bildim, ichishni ham tashlab yubordim shundan keyin. Mana o'sha necha kun 8 kun bo'lyaptimi ichganim yo'q. Bu Sirojiddin Media o'sha kuni ham masada keyin chiqib ketganlaringdan keyin u men lishkamga yozib borib, domlangni chaqir, unday deb gapirdi. Xohlasangiz голосовой tashlab beraman Sirojiddin Mediani. Hali gapirgan Yo'q, gaplarim. mayli, mavzuni anaqasini bildim. Yo'q, masalan, shu ish xato deb kim aytayotgan bo'lsa kirsin, qani savol bersin, nimasi xato deb so'raymiz. Men to'g'ri bo'lsa to'g'risini men isbotlab beraman. Xato bo'lsa xatoni to'g'rilaymiz. Maqsadimiz samimiy bir kishini mot qilib qo'yish, kimnidir nakazat qilish emas mavzuyimiz. Bizning mavzuyimiz shu millatning ichida birgalikda xatolarimizni isloh qilib, foydali ish bilan shug'ullanish mavzuyimiz. Domla sizga savolim bor. Men musulmon bo'lib turib, o'zimda domlamdi, musulmon domlamdi, o'zimda ahli ilmlarimizni, o'zimizda ahli ilmlarimizni himoya qilishga haqqim bormi yoki yo'qmi? Domla shuni bir ilmiy tarafdan gapirib bersangiz. Xo'p, bir ahli ilm yoki bir talaba ilm hech qachon kimlargadir meni himoya qiling demaydi, bu masalaning bir tarafi. Lekin kimdir ularni yaxshi ko'rishi, ularni qo'lidan kelsa himoya qilaman deyishi bu iymon masalasi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan bir hadis bor, sahih hadis bu. Aytganlarki, kun aliman aw mutaalliman aw muhibban va la takun xomisan fatahluk deganlar. Ya'ni yo olim bo'l deganlar. Yoki ilm o'rganuvchi bo'l. Yoki ularga ergashuvchi bo'l. Yoki ularni yaxshi ko'r. Beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan deganlar. Inson toifasi shu 5 toifadan bitgaga kiradi. Kimdir olim bo'ladi, kimdir ilm yo'lida xizmat qilayotgan, ilm o'qiyotgan bo'ladi. Kimdir ularni yaxshi ko'radi, samimiy yaxshi ko'radi. Ulardan pul undiraman demaydi, ulardan bir shaxsiy manfaati yo'q, yaxshi ko'radi. O'sha yaxshi ko'rgan sababli ularni himoya qilgisi keladi, ularga xizmat qilgisi keladi. O'shaning uchun ularga ergashadi. Mana shu 4 tasidan tashqariga chiqsa, 5-toifa bo'ladi u. Ular halokatga uchraydi. Olim hamma emas, ilm ham o'rganmaydi, ularga ergashmaydi ham, ularni yaxshi ham ko'rmaydi. Ularni g'iybat qiladi, ularga yomonlik qilgisi keladi. Ular halokatga uchraydi deganlar. Endi men himoya qilsam maylimi desa, misol uchun ilmiy doirasida bilgan odamni musulmonman desa, zimmasida vojib bo'ladi. Ba'zi asarlar bor. Ahli ilmni yoki birodaringni sha'nini himoya qilib haq gapni gapirsang, qabr azobidan xalos bo'lasan degan asarlar bor. Ahli ilmlarni himoya qilaman deb, agar ilmiy ma'noda, samimiy ma'noda hech qanday shaxsiy manfaat, g'araz bo'lmasdan qilgan odamga Alloh taolo o'zi ajr beradi. Chunki Buxoriyda bir hadis bor. Man ada li waliyan faqat azantuhu bil harb degan. Kim meni do'stlarimga dushmanlik qilsa, unga qarshi urush e'lon qilaman degan Alloh taolo. Ibn Hajar Asqaloniy aytadiki, mana shu hadisdagi Alloh do'stim degan zotlar ulamolar degan. Kim ulamolarga dushmanlik qilsa, Alloh ularga urush e'lon qiladi. Va insoniyat tarixiga bir qarang. Insoniyat tarixida ulamolarga kim dushmanlik qilgan bo'lsa, xonavayron bo'lgan.
hayoti ham rasvo bo'lgan, oqibati ham rasvo bo'lgan. Nimaga desa, chunki Alloh ularga qarshi urush e'lon qilib qo'yganda, hadislarda bor. Endi bu o'rinda siz savol berganingizga ko'ra men olimman, siz meni himoya qilyapsiz degan narsadan million chaqirim uzoqman men. Men o'zimni olim demayman. Bir talaba ilmimiz biz. Kimdir meni himoya qilayotgan bo'lsa, o'sha sababli men havolam ketmayman. Chunki xatolarimni o'zim yaxshi bilaman. Kimdir menga dushmanlik qilayotgan bo'lsa, agar xatolarim samimiy shaklda isbotlasa, uzr so'rashim, tavba qilishim mumkin, tabiiy, balki farz bo'ladi. Endi kimdir menga dushmanlik qilayotgan bo'lsa, yo'lim haq, o'zimni shaxsiy qarashim emas, Qur'on oyatlariga, hadis mafhumiga, salafni manhajiga to'g'ri kelsa, oxirgi nafasim qolguncha dalshi boraman men. Dakkansa boraman. Shu kungacha nechtasi parokanda bo'lib ketgan bo'lsa, buni sharofati Allohning dinini sharofati deb bilaman. Payg'ambar alayhissalomning sunnatining sharofati deb bilaman. Bu yerda fazilat menda emas. Man tarafida turgan haqda fazilat. Haqda turishni eplasangiz, g'alabani Alloh taolo va'da qilgan beradi. Tushunarlimi? Domla, yana bitta savolim bor. Mana bu Otabek Jo'rayevda kanalda men lev profilimdan eshitib qoldim. Saray mullalari, saray deb gapirishyapti-da. Bu gaplari meni o'zimda tushuncham bo'yicha ham ahli ilmlardi, ham saroy degani endi bu davlat degani. Bu shu haqida bir gapirib o'tsangiz, mana shu saray mullasi degan munofiqlar haqida bir gapirib o'tsangiz, domla, shu odamlar tushunsa. Men gapiraverib charchadim. Xo'p, saroy mullasi degan gapni biz bilamiz hozirgi kunda. Asosan qo'liga qurol ko'tarib olgan odamlar. Abdulloh Zupar bormi? Bu Novqoti bormi? Yoki Abdulaziz degani bor, ular bormi? Qo'liga qurol ko'tarib radikal harakat qilayotganlar ishlatadi. Nimaga? Chunki ularni qilayotgan ishlari shariatga muvofiq emasligini isbotlab bergan imomlarimiz bor. U imomlar rasmiy imom. Masalan, O'zbekistonda yashaydigan rasmiy imomlarimiz ularni bu ishini xatoligini isbotlab bergan. Ilmiy bahsga yaramaslik uchun o'ziga ergashayotgan sodda, oq bilan qorani uncha u darajada ajrata olmaydigan yoshlarni aldash uchun bu ulamolarni obro'sizlantirish maqsadida to'qilgan gap bu. Aslida to'g'ri, saroy mullalik yaxshi emas. Masalan, saroy mulladan ko'zlangan maqsad ulamo salotin deydi, qadimda bor bu. Saroy mulla kim desa, bir saroyning siyosiy maqsadlariga dinni moslab berish. Din asli uni teskarisini aytib turibdi. Dinni ularga moslab bersa saroy mulla bo'ladi. Men chiqib gapirdim. Mana shu ta'rifga rozimisizlar? Dinni saroyning siyosatiga moslab bergan odam saroy mulla bo'ladi. Shunga rozimisizlar? Ha, rozimiz deyishdi. Xo'p, sizlar qurol ko'tarishinglarni orqasida qaysi davlat turibdi? Saudiya turibdi. Demak, sizlar Saudiyani saroyi mullasizlar sizlar. Sizlar buni Saudiyaga moslab beryapsizlar. Men aytayotgan diniy masalalarni birortasi O'zbekistonning siyosatiga moslab berilmaydi. Men O'zbekiston siyosatida ham ba'zi masalalarga qarshi chiqqanman, hozir ham aytaman. Masalan deylik, men O'zbekiston fuqarosi sifatida taklif qilaman. O'zbekistonda o'lim jazosini qaytarishimiz kerak. Saroyga moslab beryapmanmi? Yo'q. Buni saroyni aytayapman. Saroyning mutasaddilari, davlatning mutasaddilari o'lim jazosini qaytarish kerak. Nimaga? Chunki odam o'ldirganni o'ldirish kerak. Odam o'ldirganni olib borib, bizni solig'imizdan to'plangan pul bilan qamoqda boqishligiga men rozi emasman. Misol uchun. Endi o'shalar asosan ishlatgan bu jumlalarni bizni ilmiy gaplarimizga javob topolmagani uchun, obro'sizlantirish yo'lidan yurganligi uchun shu gapni ishlatganmi? Ha, ishlatgan. Endi bu mana Otabek Jo'rayevlarni qanaqa savodi bor? Ha? Chalamulla deb qo'yadi. O'zini nima savodi bor? Prokuratura bilan ichki ishlarning faoliyatini bilmaydi. O'zi mashg'ul bo'lib yurgan masalaning farqiga bormaydi. Saviya 0. 0 saviya. Shariat deydi, alhamdulillahi robbil alamin, Alloh ko'rib turibdi deydi.
hali eri taloq qilmagan xotin bilan yashab yuribdi. Bu inkor qilib bo'lmaydigan narsa. Bularga ham shu menga o'xshagan odamlar noto'g'ri ish qilayotganini aytib qo'yganimiz uchun yuzma-yuz o'tirib gaplashib, xatosini tan olib, uzr deyishi o'rniga yoki to'g'ri bo'lsa to'g'ri gapini isbotlashi o'rniga saroy mulla deyish bilan qutulmoqchi. Saroy mulla desa go'yoki bizning gapimizni hammasi tiq pastga tushib qoladi. Bularning nazdida bular qilib yurgan ishi hammasi o'z-o'zidan to'g'ri bo'lib qolamish. Yo'q, unaqa to'g'ri bo'lmaydi. O'sha men o'zimning faoliyatimni aytayin. Gulira'no Qosimova masalasida Gulira'no bilan ilk suhbatlashganimda o'ta yuksak saviyada, o'ta yuksak madaniyat bilan gaplashdim men. Keling siz bilan gaplashmayin dedim. Bu masala yarashmaydi. Sizni hozir mavzuyingiz yalang'och holdagi videoyingizni mavzusi. Eringiz kelsin o'tirib gaplashaylik dedim. Agar bilsangiz dedim, sizni himoya qilyapman men dedim. Harakat qildimki, masala millat xalq masalasi ekanligini. Shaxsan bu Gulira'noni masalasi emas bu yerda. Bu yerda oqibat bor, seni farzandlaring bor, seni atrofingdagi ertaga yashaydigan jamiyating bor. Sen quloq solsang senga foydasi bor dedim. Nima dedi? Hangrayapsiz dedi menga. Mendan necha yosh kichkina? Hangrayapsiz deyapti. Qanaqa axloqi bor bularni? Qanaqa odobi bor? Shuni o'sha Otabek Jo'rayevni ham, ana Otabek Hamidov degan 131 ham hammasi qo'yib, mana Abror yeb qo'ydi. Sirosh ham qo'ydi, ana Abror yeb qo'ydi. Nimaga? Abror shu kungacha botil ahli bilan hech qachon yengilmaganda, bular yengildi deb tasavvur qilib qo'yib qo'ydi. Yo'q. Men o'tda axloq, odob bilan andisha bilan gapirdim. Andisha qildim. Bular andishani otini qo'rqoq deb o'yladi. Keyin Feruza Jo'rabekovnaga men uzr so'rab chiqdim. Mendan hech kim talab ham qilgani yo'q, ko'rishib gaplashganim ham yo'q. Men bir paytlar qattiq keskin gapirganman. Masala shaxsiyat masada o'sha mana shu mavzularni olib chiqmalaring ayni xuddi shu bo'lgan. O'sha Abduqodir Mo'minovga ham chiqqan gapirganman men. Sanlar dayussanlar deganman. Shu masalani ko'tarib yuribsanlar. Noto'g'ri narsa bu deganman. O'sha paytlarda Feruzaga nisbatan keskin gaplarni gapirib o'rganman. Keyinchalik o'zining gapini eshitib qoldim men. Men dedi, 2,5 yil dedi odamlarga ko'rinmadim dedi. Rosa o'zim bilan o'zim kurashdim dedi. Bu tavba nishonasi. Bu pushaymonlik bu. Qilgan ishini oqlab olib, men to'g'riman, menga sahna yaratishdi degani yo'q. Chiqib uzr so'radim. Nimasi yomon buni? Bir ma'noda men erkak kishiman, bir ma'noda men musulmonman. Dunyoni o'zida Yulduz Usmonova bilan. Yulduz Usmonovani nima desa hech kim ro'barosga chiqa olmay turgan edi. Men chiqib uni eshak o'g'risi sandan afzal dedim. Sandan eshak o'g'risi afzal dedim. Agar yana dinga aralashsang bundan keskin gapiraman dedim. Sen dindor olim emassanki, sen ashulayni ayt. Sansiradim. O'sha yerda aytdimki, agar dedim, tavba qilsang bo'ldi, men uzr so'rayman dedim. Keyin eri keldi, gaplashdik, kelishib oldik. Yulduz chiqdi, bo'ldi, men gapirmayman dedi. Shu kungacha birortasi insof qilgani yo'q. Mahmud Abdulmo'min degan sharafsiz atlas shayton bor. Yevropada o'shalarni galoboylarni bergan ovqatini yeb yurgan. O'sha mana Yulduzdan uzr so'radi, deyapti. Uzr so'rash erkak kishining ishi hisoblanadi. O'sha Yulduz erkaklikda Mahmud Abdulmo'mindan ustun turadi. Chunki Yulduz o'shandan keyin biror og'iz din haqida gapirgani yo'q. Gapida turdi. Gapida turgani uchun men chiqib turib, men uzr so'radim keskin gaplarim uchun. Chunki aytgan edim buni. Ha, bular endi mana hozir siz aytyapsiz, Temur. Kechirim so'raganingizni, men kechirim so'raganimni, kechirdim deganingizni, Feruzadan Abror Muxtarali kechirim so'raganini chaynab o'tirishibdi. Nimaga? Bularda o'shanaqangi vijdon, o'shanaqangi saviya yo'q. Saroy mulla deb qo'yadi. Sen qayerli mullasisan? Ha? O'zbek xalqini ya'ni ichki ishlar tizimini, butun boshli tizimni tahdid qilyapti o'zicha. Ketingda axlat osil yotibdi sanlarni. Sanlar ichki ishlar tizimi, men ichki ishlar tizimini zakazi bilan ish qilmayman. Ko'zim ko'rib turibdi ichki ishlar tizimining xizmatini. Ko'rib turgan narsamni e'tirof qilishim iymon alomati bu. Iymonning buyrug'i.
Alloh taolo "Vala in shakartum la azidannakum" degan. Shukr qilasan, keyin ziyoda qilaman degan. "Vala in kafartum inna azabi lashadid" degan. Agar kufr keltirsang, mana shu ne'matni ko'rib turib, ne'matga qarshi yursang, azobim qattiq degan. Bu iymon taqozosi bu. Ikkita odam xato qilgan bo'lishi mumkin. Xatosini mana shu Siroj Media xatosini ko'rib turgan. Ularni xatosi noqonuniy ushlab turdi degan ayb qo'yishgan. Yana so'roqsiz birovni uyiga bostirib kirdi degan ayb. Bular administrativ ayb hisoblanadi. Ikkalasining ham isboti bo'ldi. Noqonuniy ushlab turmagan. Ikkalasi ham telefoni o'zida bo'lgan. Oxirgi sudda guvohlik beryapti. Va 02 ni vizifiga любой xonadonga bostirib kira oladi. Eshikdan emas, derazadan ham kirishga haqqi bor. Chunki ichkarida maktab yoshidagi qizni olib kirib ketdi degan vizif bor. Endi 02 telefon qilsa kelmasa, Xudo ko'rsatmasin, sizni yoki yaqiningizni yoki shu Sirojchi qizini kimdir olib ketib zo'rlayotgan bo'lsa, 02 ga kelmasa, nima bo'ladi? Endi Gulira'no nima deyapti Siroj bilan qo'shilib olib? Meni urib, tepib, 2 metrga uchirib yorib, meni soliqchi bilan birga zino qilganlik sahnasini yaratdi deyapti. Men shu gapini noto'g'ri deyapman. Boshqa gapga aralashganim yo'q. Bular mana shu o'yinlari buzilib qolganligi uchun abrori saroy mulla deylik, eng oson yo'l deyishyapti. Yo'q, bu oson yo'l emas, Otabek Jo'rayev. Bu oson yo'l emas. Bu gap bilan qutulib chiqib keta olmaysanlar. Sizlar 19 minutlik video bor, urib yechintirgan dedilaring. 9 minutlik video bor, urib yechintirib, bunga bizda bu videosi bor deding, Gulira'no. O'sha yechintirganligi, urganligi videosi menda bor deding Kusherbayev bilan suhbatda. Bu gapingni butun xalqqa yedirdilaring. Butun xalq ichki ishlarni haqorat qildi sizlarning gapingga ishonib. Chiqib endi uzr so'rashga sizlarda vijdon ham yo'q, qilmayapsanlar. Bizni uzr so'raganimizni ustidan kulyapsanlar. Biz uzr so'ray olamiz. Xato qilishdan inson holi emas. Sizlar ham xato qilasanlar. Yo sizlar aytgan gaping illo amalga oshish kerakmi? Otabek Jo'rayev. Sizlar nima qilsang bo'laveradimi? Er bor xotin bilan nikohlanmasang nikoh bo'laveradimi shu? Endi bular o'tirib gaplashadigan, muxotab oladigan saviyadagi odamlar emas. Bular, men o'sha boshida aytganman, o'sha Abduqodir Mo'minov masalasida ham aytganman. Jurnalistikada pul olib murojaatni yoritishlik bu xolislikka putur yetkazadi. Bular pul olib qilyapti. Siroj ham pul oladi, Otabek ham pul oladi. Men pulsiz deyapti. Yo, pulsiz mumkin emas. Qayerdan pul olyapsanlar? Va'da qilingan pul bor sizlarga yoki berilgan pul bor. Tekinga harakat qilayotganlaring yo'q. Aytishlaring mumkin, lekin kelajakda albatta shu puldan umidlaring bor. Yoki bu murojaatda yutib chiqsalaring, boshqa murojaatchilarga reklama bu. Tekinga keldim deganlaringda reklama. Siroj tekinga keldim degan har bitta YouTube'da kartasini qo'yib qo'ygan. Yolg'onlari fosh bo'ldi. Men albatta qamalib ketishligi, boshiga musibat kelish tarafdori bo'lmaganman. Gapim to'g'ri chiqdimi? Chiqdi. Gulira'noga sanlarni tarafingni olyapman deganim to'g'ri ekanmi? Tarqatmalaring deganim to'g'ri ekanmi? Shu Gulira'noni shu darajada sharmanda bo'lishligini tahliliga o'zi sababchi. Saroy mullamish. Nima qanaqa saroy bitdi? Men davlatchilikda sistema bo'lishligi tarafdoriman. Qonun bo'lish kerak. Ichki ishlar bo'lish kerak. Ichki ishlarda ikkita odam farazan xato qilgan bo'lsa, men sistemadagi ayb deyishga haqqi yo'q hech kimni. Bular sistema demayapmiz dedi. Esinglarda bo'lsa. Yolg'on, sistema dedilaring. Chiqib olib Gulira'no aytdi. Ichki ishlarda bolasi o'lganlar kelib menga iltimos qildi. Biz kurasha olmadik sistema bilan. Siz kurashing deyishdi. Shuning uchun ayollar nomidan kurashyapman dedi. Voy Gulira'no, sen kimsan ayollar nomidan kurashadigan? Qaysi ayol bir ro'yxat tuzchi ko'raylikchi? Imzo qo'ydirchi 10 ta odamga? Millionlab ayol bor, nomusi pokiza ayollar. Nomusi pokiza ayollar senga qolmagan himoya qilish. Senga qolmagan. Sen tan olmasang ham, shariat bo'yicha seni zino qildi demasa ham, lekin
aqli bor odam bu odamlar o'tirib muallimi soni o'qiyotganda demaydi hech kim. Namoz o'qishyotdi shu yerda, zikr qilishyotdi demaydi hech bittasi. Hech kim yo'q xonadonda qip-yalang'och turibsan. Shu darajada sharmanda bo'ldilaring. Lekin bizni saroy mulla deyotganlar sharmanda bo'lganlaringni bilmaydigan darajada sharmandasanlar. Alloh taolo bir bandani ursa, fahmini buzadi. Ya'ni aqlini olib qo'yadi. Aqli ketgandan keyin sharmandaligi bilan faxrlanadigan maqomga chiqib qoladi. O'zi sharmandalik bu. Lekin men himoya qilyapman ayollarni deyapti. Sen ayollarni himoya qila olmaysan. Sen o'zingni himoya qilyapsan. Lekin noto'g'ri yo'ldan ketyapsan, borgan sari botqoqqa botyapsan. Saroy mulla sallar. Qaysi saroy? O chetdagi saroyi, Amerika saroyini, Izrailni saroyini mullasi sallar. Men O'zbekistonning fuqarosiman. Kerak paytda O'zbekistonning qonunchiligiga qarshi gaplarni gapirganman. Taklifim bilan ba'zi narsalar o'zgargan. Taklif hali ham davom ettiryapmiz. Madaniy shaklda, ilmiy asosda, asosli tanqidlarni qilganmiz, qilamiz, qilib kelyapmiz bu kungacha. Sallarga o'xshab yalang'och qo'lga tushgan zino tuhmatida o'tirgan xotinlarni shunaqa sahna yaratishdi degan yolg'onini qo'llab quvvatlamaganmiz. Tushunarli bo'lsa kerak. Domla, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum Biz assalom. oilamiz bilan sizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Doim YouTube'dan shu muxolifatlarga qarshi kurashib kelyapsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin iloyim. Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring. Nima niyatlar bilsa, hamma niyatlaringizga yetishga tilakdoshman. Sog' bo'ling domlajon, rahmat sizga. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Domla, assalomu alaykum. Domla, Mashalloh, umringiz ziyoda bo'lsin. Ali Vapoz 1 minut. Abror Muxtorali domlaga bitta savol emas. Domla, iltimos shu chiqib ketishingizdan oldin bitta duo qiling, shu bir xayrli ish boshlab qo'yganmiz, bardavom bo'lsin shunga. Shu esingizdan chiqib qolmasin ketishingizdan oldin. Rahmat. Xo'p, Alloh ishlaringizga rivoj bersin. Yaxshi ishlaringizga muvaffaqiyat. Alloh rozi bo'ladigan ishlaringizda o'zi yordamchi bo'lsin. Xatolardan, qoqilishlardan o'zi asrasin. Albatta duodamiz. Alhamdulillah. Kimda savol bor mavzuga aloqador? Yo'qmi ular? Otabek Abrar Jo'rayevmi? Otabek Abrar Hamidovmi? Labbay. Men sizni Alloh uchun o'lgurimcha yaxshi ko'raman. Alloh qabul qilsin. Alloh rozi munosib bo'lsin qilsin. sizdan har doim. Alloh bizni munosib qilsin. Sog' bo'ling. Amin. O'sha sizda orqangizdan gapirganlar levidan kirib o'tiribdi domla, eshitib o'tiribdi. Gapira olmaydi, duxi yo'q sizga, betingizga chiqib gapirishga. Quvib yuribman bularni. Otabek Hamidovga telefon qildim men. Mana bular aytadi-yu, Abror Muxtor Ali tegmaganga teginadi deb. Shu Otabek Hamidov haqida bir og'iz gapirmaganman. Hech qanaqa gap yo'q. Otabek Jo'rayev haqida ham gapirmaganman. Men bular tuzgan ssenariyni buzib qo'yganimni keyin bildimda, men chiqib mendan million podpisчиgi bor. Mendan so'rashaverdi, yoshlar o'rganib qolgan ko'pchilik. Men ham o'rganib chiqishim kerak masalani. O'rganib chiqib aytdim. Bu yalang'och masala tarqatmalaring. Zino fahsh masala bu. Tarqatmalaring millatga foydasi yo'q buni. Deganimdan keyin bir tomondan anu gemoroy bor anu To'laganov. O'zi bir g'ijim bola bo'lsa, hayotda bir o'rni yo'q. Yozgan chizganni ko'rsangiz, savodi ham o'rtacha shuni. Sakrashni boshlaydi. O'zidan o'zi biror deydi, boraman, undoq qilaman, nuqta qo'yaman deydi. Hali ham virgulda yuribdi. Kutib o'tiribman nuqtasini ularni. Kel deyapman. Ofisingni lakassasini tashlab bostirib boraman deyapman. Qani men ko'raychi bularni? Lubboy sohasida gaplashaman. Qonunchilikmi, jurnalistikami, nima sohada sanlar menga tashlayapsanlar? Gapimga javob berib deganman. Gapizni bo'ldim, iltimos. Otabekka Nima Temur aytibdi, chatni bitta o'chirib yo'qing, men kira olmayapman deyapti Temur. Bitta o'chirib yo'qqa iltimos uzrda. keyin kirib eshitib olaveradi, zaps ketyapti. Xo'p, Otabekka telefon qildim, Otabek Hamidovga. Menga qara dedim. Menga qarang, chiroyli gapirdim. Siz haqingizda gapirdimmi men biror og'iz? Yo'q. Nimaga u A.M Ali javob ber deb yozyapsiz? Nimaga desam, o'rtasida nuqta bor deydi.
bulardagi o'sha vijdonsizlik, bulardagi axloqni o'ta pastkash saviyada ekanligini dalili shu. Ushlolmaysan meni deyapti-da. Farosati bor odam mana shunaqangi gaplardan uzoq turadi aslida. Qadimda Ma'mun va Amin degan odam o'tgan. Harun ar-Rashid o'g'li. Ma'mun o'ta farosatli bo'lgan. Aminni sal farosati o'rtacharoq bo'lgan. Lekin Amin bu Hur ayolni o'g'li bo'lgan. Zubayda xonimning o'g'li bo'lgan. Ma'mun cho'ridan tug'ilgan bo'lgan. Zubaydaxon aytar ekan, shu meni o'g'limga yaxshi qaramaysiz, Ma'munga juda yaxshi qarayverasiz. Nimaga deganda keyin kel sinab ko'raman, ko'rasan degan. Misvak degan narsa bor. Arab tilida misvak degani tishni tozalaydigan narsa. Ko'pligini masovik deydi. Masovik. Aminni chaqirib so'ragan ekan. Bu nima degan ekan. Ma halihi deganda masavik degan. Masavik degani ikki xil ma'nosi bor. Bittasi misvoklar degani, ikkinchisi seni gunohlaring degan ma'nosi ham bor. Masavik degani. Keyin qarang, ikkinchi ma'nosini ehtimoli bor-da. O'shaning uchun masavik degani befarosat odamning gapi bo'lyapti. Keyin Ma'munni chaqirgan. Ma'munga ko'rsatib ma hadihi degan. Bular nima deganda diddu mahosilik degan. Yaxshiliklaringizni teskarisi degan. Ana farosat. Misvoklarni ko'rsatganda yaxshiliklaringizni ziddi degan. Odam qarshisidagi odam boshqa narsani tushunib qolmasin deb. Bu farosat bu. Endi bizning farosatimiz bu Otabek Hamidovga o'xshagan 131-modda egalarini nima maqsad bilan bunaqa qilayotganini tushunishga yetadi. O'shaning uchun unga aytdim men, unaqa erkak kishi gaplashishi mumkin bo'lgan odamni orqasidan chaynamaydi. Unaqangi o'sha xunuk narsalarni, ehtimoli bor narsani qo'ymaydi. Biror marta gapirmadim-ku siz haqingizda, men gapirmadim deysiz. Nimaga siz gapiryapsiz desam, men savolga javob bering dedim deydi. Men ularning savoliga javob berib bo'lganman. Otabegi bormi, To'laganipi bormi, Sirochi bormi? Siroj bilan suhbatning eng oxirgisini shu yerda eshitgan deylar menimcha. Ko'rdinglar ahvolini. Ikkita gapni bir-biriga qo'shib gapira olmaydi biz bilan o'tirib gaplashganda. Bu bizni yana qaytib aytaman fazilatimiz emas. Haq bo'lganingizdan keyin qarshingizdagi botilni tili chaynaladi. Boshqa yo'li yo'q. Xo'p. Kelmadi mana Otabek deganlari. Alohida Kelib hozir aytsin-da mana. Kirsin, chaqiringlar o'sha kirsin. Ustozdan bir nima so'rab olay. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Ustoz, men sizni rosa ham hurmat qilaman. Alloh o'zi foydali Ustoz, qilsin. sizdan bir nima so'ramoqchi edim. Xo'p. Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tushlarimga ro'za paytlari 3 yil orqadan keyin tushimda ko'rganman-da u kishini. Keyingi ro'za paytida hozirgi muftiyimizni tushimda ko'rdim. Bu safar sizni tushimda ko'rdim. To'g'ri, o'limlar tushimda quyoshlarni ko'raman, ham tushimda nimalar takbirlar aytib yuraman-da. Farzandlar bormi? Farzandlaringiz bormi? Ha, 3 ta farzandim bor, 2 qiz, 1 o'g'il, 7 ta nabiram bor. Ha, o'shalarni yaxshilab o'qiting. Inshaalloh olimlar chiqadi, Xudo xohlasa. Shunga ishora bo'lsa kerak. Ha, ustoz, rahmat. Siz bilan Jizzax somsasi yeyishni orzu qilganman. Xudo xohlasa. Siz bilan uchrashishni orzu qilib yuribman, niyat qilib, Allohdan so'rab. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman ustoz. Alloh qabul Umringiz qilsin. uzoq bo'lsin. Umringiz barakotli bo'lsin. Xalq uchun xizmatdan charchamang. Alloh o'zi asrasin sizni. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, anular yo'qmi savol beradiganlar, mavzuga aloqador bizlar? Domlaga bitta savol bersam men. Domla bitta savol bering, birov so'rayapti-da. Xo'p. Domla bizni assalomu alaykum avvalam. Va alaykum assalom.
bizni mazhabimizda kenguru go'shti halolmi, harommi, shuni so'rab bering, iltimos, diniy telefonga yozing. diniy mavzularni qilmaganimiz yaxshi, chunki man hozir taxminan narigi kanalda bir soatcha gaplashib o'tirdik. Mavzu man unga aloqador bo'lganligi uchun akam yozgan ekan, kirib Temur Domla, assalomu alaykum. Ovozim kelyaptimi? Uzr, men Temur kirdizmi oxiri? saylandi. Ovozim kelyaptimi? aha Kelyapti. Domla, sizga atdin rahmat demoqchiman. Alloh rozi bo'lsin. Meni muxlislarim sizni juda ko'p yaxshi ko'radi. O'shanga orada kirib turib, shu Alloh xudodan bir hidoyatdan bir to'g'ri yo'llarni gapirib tursangiz, hammamiz xursand bo'lardik birinchi o'chirada, lekin muxlislarim o'zi bilasiz, sizni juda yaxshi ko'radi. Alloh yo'llarni topdi. Haligi kirib ko'p kishi meni haligi so'rashyapti, domlani chaqiring, kirsin, gapirsin deyapti. Imkon qadar agar iloji bo'lsa, shu tezroq kirib, ko'proq kirib, shu haligi to'g'ri yo'lni bizga ko'rsatsangiz, juda sizdan bir xursand bo'lardik Alloh yo'lida. inshaalloh Alloh endi razı olsun, domla. o'rtoqlashish, maslahatlashish sizlar bilan deyarli bir xilmiz, ortiqcha joyimiz yo'q. Unaqa mavzularda o'tirib maslahatlashib, mashvarat qilishga albatta harakat qilamiz. Endi yuqoridan do'stimiz kenguru haqida so'radilar, qisqaroq aytib qo'yay. Hanafiy mazhabida harom qilingan narsalar, hayvonlarni ya'ni yirtqich bo'lish sharti qo'yilgan. Yirtqichlik asboblari bo'lish kerak. Masalan, burgut, tirnog'i bor, tumshug'i bor, o'sha yirtqichlik anaqasi bor. Ular bo'lmaydi. Hayvonlardan bo'ri, tulki, bularda yirtqichlik alomati bor, o'shaning uchun bo'lmaydi. Kenguruni bizni hanafiylar o'sha alomati yo'qligi uchun joiz deydi. Bismillah akbar deb so'yilgan bo'lishi kerak. Endi Hazrat aytardilarki, endi bugun ijtimoiy tarmoq kengayib ketganiga hamma har xil masalani so'raydi-yu, lekin o'zini atrofida yo'q narsani so'ramagan yaxshi derdilar. Bir kishi jirafa halolmi deganda, bormi bizda deganlar. Javobiga kenguru halolmi desa, bizda bormi deb so'rashni aytardilar-da. Yo'q bo'lsa, keling o'shani hozir. Yo'q narsa-ku baribir. Shar'iy masalalarni so'rashdan maqsad bir fikr olib hayotga tatbiq qilishda. Hayotda yo'q narsani so'rasa, bekordan bekorga gaplashib o'tirishga o'xshab qoladi. Ilmni qadri, qiymati e'tiborga olinish kerak derdilar. Bahonada shu gap aytib qo'ydim, hammamizga bir ibrat bo'lsin. Domla, agar vaqtingiz bo'lsa, agar bitta savol bersam, agar yo'q, vaqtim yo'q desangiz, keyingi dafarga qoldiramiz. Xo'p, mavzuga aloqadormi? Diniy masala. Diniy mavzu qilmaganimiz yaxshi hozir. Mavzuga aloqador savolimiz yo'qmi hech kimda? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol bor edi. Firuzafa keldi. Domla, sog'misiz, salomatmisiz? Rahmat. Allohga shukr. Oxirgi 2-3 oy davomida muntazam hamma videolaringizni har kuni o'sha chiqqan paytda ko'raman desam ham xato bo'lmaydi. Juda ham sizga nisbatan ixlosim, sizga nisbatan hurmatim oshdi. Rahmat. Juda ham siz hozirgi kunda, bugungi kundagi shu blogosferada bo'lib o'tayotgan holatlarda, hodisalarda biz bilan bir safda ekanligingizdan juda ham xursandman. Endi bu Otabek Hamidov, Otabek Jo'rayevlarga keladigan bo'lsak, har kuni chiqib meni chaynayotganni, qolaversa sizni, mana Temur raisni yo bo'lmasa boshqa xullas kalom ularga qarshi bo'lgan yo bo'lmasa ularni fikr bilan yurmayotgan odamlarga qarshi gapirayotgan gaplari, boshqalarini har kuni ko'rib boryapmiz. Har efirlarini ko'rganda juda ham asabiylashimanda. Keyin zo'rg'a o'zim bosishga harakat qilaman. Qarangda, mana shu 4 yillar oldin xo'p, men u aytayapti, bu 2 yil uydan chiqmadim deyapti, 2,5 yil uydan chiqmadim deyapti.
biz bilamiz palonchi pistonchi deyapti, lekin men o'sha 2-2,5 yil davomida men uni absolyutno biron marta ko'rmaganman. Umuman juda ham ko'p yolg'on ma'lumotlar berish, obro'sizlantirish, shaxsimga, sha'nimga qasddan kamsitish holatlari bo'layotganligi bo'yicha qanday yo'l tutish to'g'riroq deb hisoblaysiz siz? Xo'p, Endi qonuniy tarafdan endi bilaman, ozmi ko'pmi harakat qilyapmiz. Mana shu diniy desam balki sal xato bo'lar. Umuman qanday yo'l tutish to'g'riroq deb hisoblaysiz? Xo'p, aslida siz ayol kishisiz, farzandlaringiz bor, maqsadingiz bor, g'oya bilan yashayotgansiz. Ya'ni bir ma'noda oilada baxt uchun harakat qilayotgan, hamin qadar baxtga imkon qadar erishib yoki yo'l yo'lakan yana shu harakat qilib yurgan odamsizda. Lekin sizni qarshingizda turgan odamlarni jamiyatda o'rni yo'q. O'rni yo'q odamlar, masalan, ko'pchilik mendan ham so'raydi. Bu bahs taktikasida o'rgatiladigan narsa. Nimaga siz shular sizga shuncha negativ bor, asabiylashmassiz deydi. O'shanda o'sha taktikada o'rgatadiki, masalani shaxsiylashtirmaslik kerak deydi. Shaxsiyizga nisbatan aytilayotgan gaplar ular tomonidan mag'lubiyatni tan olish hisoblanadi. Mana shaxsiyizga yo'nalgan zahoti u ularning mag'lubiyati. G'oyangizga agar gapirsa, raddiya bering, gap yo'q. Endi shaxsingizga qarata kamsitishlarni aytayotganda o'zingizga olmang. Olmasangiz, ya'ni e'tibor bermasangiz, kulib qo'ysangiz, bu katta zarba bo'ladi ularga. Shaxsingiz haqida sizga nisbatan kamsitishlarni qilayotganda agar siz reaksiya bildirsangiz, yana ko'paytiraveradi. Go'yoki shundan ta'sirlanyapti bu degandek. Shu joyda e'tiborga olish kerak, kim san deyish kerak. Jamiyatda nima o'rning bor? Bularning hayotini men to'g'risi bularning hayotini olib chiqishlik tarafdori emasman o'zi. Lekin o'zlari olib chiqyapti hayotini. Ya'ni, "Voy, buni tarqatma" desam, "Yo'q" dedi-da, hattoki o'sha salfetkacha tarqab ketdi. Bu sharmandalik bu. Hayoti shu darajada parokanda bo'lib ketgan ekanki, bularni o'shanga bizni yomon ko'rar ekan. Bizni baxtimizni o'shaning uchun ko'ra olmaydi bular. Bizni oilamizdagi baxtimiz, jamiyatdagi o'rnimiz, atrofimizdagi muvaffaqiyatlar bular ya'ni alamini qo'ziydi. O'shanga shayton ularga vasvas qiladi, hujum qil, haqorat qil, anaqasini, tarixini eslat, unda deyaveradi. Siz bilan biz bularni gapini e'tiborga olmasligimiz kerak. Bir ya'ni obro'si bo'lsa ekan, sizga teng bo'lsa ekan, uni gapini e'tiborga olsangiz. Tashlab qo'yish kerak. Endi qonuniy asosda shunaqangi ishlar jazosini qo'llash mumkinmi desa, endi bu ixtiyoriy. Masalan, erkak kishi men hech qachon yozmayman. Ayol kishi haqqi bor, yozsa yozar. Qonuniy jazosini so'rab olaman desa, mumkin. O'g'lingiz bor oldingizda, katta bo'lyapti. Ertaga inshaalloh u sizni himoya qiladi. Bular o'sha sizni himoyangiz yo'q deb o'ylayapti-da. Yo'q, sizni davlat himoyangizda. Sizni erkaklar, rijollar, mardlar himoyangizda turadi. Sizga o'xshagan odamlarni, ya'ni vijdon tarafida turgan, iymon tarafida turgan ayollarni bunaqangi shaxsiyatiga tegish o'ta pastkash odamlarning ishi. Payg'ambar alayhissalom bir hadislari bor. Aytadilarki, "Va ma akramahunna illa karim va ma ahanahunna illa laim" deganlar. Ya'ni o'sha pokiza, iymonli, vijdonli ayollar haqida. Ayollarni hurmat qilish qalbi ulug' odamlarni ishi. Ayollarni kamsitish pastkashlarni ishi deganlar. Ya'ni karim degani oliyjanob odamda, oliyjanob odam ayolni hurmat qiladi. Chunki ayol ojiza. Ojizalarni hurmat qilish uchun oliyjanob inson bo'lish kerak. Ojizaga bunaqangi negativ, bunaqangi pastkashlik to'xtamasdan video qilaverish uchun o'ta pastkash bo'lish kerak-da. O'shani e'tiborga oling, xursand bo'lasiz. Voy, pastkashlar menga qarshi ekan deysiz, ko'zingiz yashnaydi. E'tibor bermang.
Siz bir qancha vaqt muqaddam o'sha uzr so'rayman degan gapingizdan juda ham xursand bo'ldim. Haqiqatdan ham mana ich-ichimda bir nimalardir taskin topdi. Aynan mana shu gapingizdan ular ilmoqlanib shu paytgacha agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bir necha marta qayta shu narsani eslatib, hammang birgasan, boshqasan, palonchisan, pistonchisan. Endi haqiqatdan ham domla masalan siz va mana Temur yo bo'lmasa boshqa Dilnur Komilovmi, boshqa xullas kalom safimizda turgan odamlar ular haqida to'liq ma'lumotlar bilishmas balkida, lekin men ular haqida keragidan-da ortiq bilaman. Lekin men shu holatda ham men ularni masalan shaxsiyatiga tegishni xohlamayapman. Ularni masalan oilaviy holatiga tegishni xohlayapman. Ular shu kungacha qilib yurgan pastkashligu, nodonligu, o'sha aynan masalan meni aybdor qilib hozir meni yuzimga qayta chaplashga harakat qilgan narsasi ular har kuni qilib yurishini mendan-da ko'p biladigan odam yo'q o'zi aslida. Lekin men ularga shu haqida gapirmayapman. Ular bo'lsa aynan shuni qayta aytib, ular xuddi shundan rohatlanib mazza qilayotgandek his qilaman. Men baribir boshqa yo'li qolmadi ularni. Shunday. Boshqa yo'li yo'q. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat domla. Sog' bo'ling, siz ham salomat bo'ling. Ilmingizni Alloh ziyoda qilsin. Amin, Alloh foydali qilsin. Xo'p. Domla, Alloh rozi bo'lsin. Ko'proq gapiring. Muxlislarimiz sizni yaxshi ko'radi. Rosti bilan ham mendan ham ko'proq sizni yaxshi ko'rishadi bu yerda. Salomat bo'ling. Barchalarga tashakkur. Alloh taolo haqdan ayirmasin. Millatimizni bitta iltimosim bor edi. Nasib qilsin hammamizga. Men chiqaveraymi endi? Bo'ldi. Domla, Alloh rozi bo'lsin. Domla bitta gapni aytib qo'yay. Rahmat, domla kelib turing. Abram akangizga rahmat demoqchiman. O'sha sizni akangizga вообще men besh ketib bordim. Rost bilan ham Alloh rozi bo'lsin. O'sha akangizdan biroz men domlani yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Allohdan uzr so'rayman deb qo'yganimda, немедленно sizga yetkazib qo'ydi. O'shaning uchun akangizni juda yaxshi ko'rib qoldim. O'zimni akam deb hisoblayman. Shu kundan boshlab. Temur, assalomu alaykum domlaga bitta narsa so'rab olay. Erkin sifatida so'ray olmayman. Abror domla, assalomu alaykum. Tuzimisiz? Naryoqda hozir so'ray olmadim. Meni mayda vaziyat bo'lib qoldi. Uzr. Meni ismim Madina. Domla, meni o'g'illarim ham duo qiling, domla. Haqqiga. Ota-onamni duo qiling. Alloh taolo shu yerda duo so'ragan, farzandlari bor, ularni tarbiya qilayotgan, ota-onalari bor, ularning duosini, xizmatini qilayotgan barchalarimizni Alloh taolo maqsadlarimizdan oliysiga erishtirsin. Ota-onamiz o'tib ketganlarimiz, ularni Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Bo'ydoqlarga Alloh taolo juft halol turmush qurmoqchi bo'lgan qizlarimizga iymonli, insofli kuyov ato qilsin. Farzand talablarga Alloh farzand. Bu farzandingizni haqqidagi qilayotgan duolaringiz, duo talablaringizni ham Alloh taolo ko'zingizni quvonadigan darajada rohatini nasib qilsin. Dunyoda obro' sharaf, oxiratda izzat toji kiydirsin. Jannatga ham nasib yetalashib bir-birimizni qo'limizni ushlab kirish nasib qilsin. Salomat bo'linglar, rahmat. Barchalarga tashakkur. Sizni ham duoyingizdamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Amin.